Sen qorasan. Futbolda irqchilik yana avj oldimi? Bugungi uchrashuv futbol emas, jiddiy muammo, irqchilik masalasi bilan yodda qoldi. Yevropa Chempionlar Ligasi 2025-2026 yilgi mavsum play-off bosqichida Real safarda Benfica'ni 1-0 hisobida mag'lub etdi. Ammo o'yin natijasidan ko'ra maydonda yuz bergan mojaro ko'proq muhokamaga sabab bo'ldi. Bu safar gap taktika yoki gollar haqida emas, balki insoniylik chegarasi buzilgani haqida ketmoqda. Uchrashuv 9 daqiqaga to'xtatildi. Gol muallifi Vinicius Junior bosh hakam oldiga borib, Benfica futbolchisi Gianluca Prestianni irqchilikda aybladi. Bu oddiy sport bahsi emas. Bu futbol qadriyatlariga qarshi qilingan ochiq hurmatsizlik sifatida baholanmoqda. Stadiondagi ko'pchilik vaziyatni tushunmagan bo'lishi mumkin, ammo bu jim turish kerak degani emas. Kylian Mbappe vaziyatga keskin munosabat bildirdi. Uning so'zlari aniq va murosasiz yangradi. Bolalar bizni kuzatadi, biz esa ularga qanday namuna ko'rsatyapmiz. Bunday holatlarga ko'z yumib bo'lmaydi. U butun bir xalqni ayblash noto'g'ri ekanini aytdi, lekin aybdor shaxs jazodan qochib qutulmasligi kerakligini qat'iy ta'kidladi. Uning fikricha, bunday xatti-harakat qilgan futbolchi bu darajadagi musobaqada o'ynashga loyiq emas. Eng og'ir savol uzr masalasida bo'ldi. Mbappe Prestianning reaksiyasini haqiqiy pushaymonlik deb hisoblamadi va yosh bolish bunday qilmishni oqlamasligini aytdi. Chempionlar Ligasida g'alaba muhim, ammo insoniy qadriyatlar undan ustun, dedi u. Jamoa hatto birdamlik sifatida maydonni tark etish masalasini ham ko'rib chiqdi. Endi e'tibor intizomiy qarorga qaratilgan, chunki bu voqea jazolanmasa, ertaga yana takrorlanishi mumkin.